Assalom hammaga, sizlar bilan men Alex Play. İkinci kısımda aytganimdek Real Madrid va Barselona o'yini. Hozir qor yo'qsa, Sipanchalar bo'ladi. Shuncha qor yo'qamiz. We got the power. We got the power. Bizi tarkishni Real Madrid ve Barcelona. Oldindan aytib qo'yib, Real Madrid va Barselona o'ynaydi. Biz ulardan birinchi o'ynab ko'ramiz. Qani keyin sizlar bu videoni ko'rib bo'lib, keyin Real Madrid va Barselonaning o'yiniga o'tsanglar, bunda nechi bo'ladi, u yerda nechi bo'lishini hisobini. Endi albatta men lekin Real Madrid muxlisman. Kommentda yozib qoldiringlar, Real Madrid yoki Barselona. Iya. Mbappe. Qanday yuribdi, qanday. Mbappe tezligi yaxshimi? Kim biladi? Perdri deb qo'yibdi. Bo'lmasa. Perdri deb qo'yibdi. Hozir akkauntni ham to'g'rilash kerak. Kuyga chiqishi uchun ularni urib qo'yishdi. Hozircha bu bir Vinicius ketyapti, Vini, Garcia, Mbappe. Voy, Rodrigo. Seni qaytib o'yinga tushirmayman aytib qo'y. Umuman eplolmayapsan, Rodrigo. Sendan ko'ra onavi Gülerni tushirganim yaxshiroq ekan. Rodrigo sipanib ketyapti. Mbappe yaxshi o'ynayapti lekin. Keyingi qismda oldindan aytaman. Keyingi qismda Real Madrid va kim desam Barselona emas, endi Real Barsa bilan hozir o'ynayapmiz. Real Madrid va City qilamiz, davay City. Real Madrid bilan City qilamiz keyingi. Kian. What? Yozda yangi yoz kelishini kutyapman. Biz o'yingohimiz bor. Inomota qishlog'idamiz biz. Hozir hali ishdan bo'lmaydi. Ham bilsanglar kerak, Imomota qishlog'ida har xil joylar mavjud.
Keyin yana bitta kanal ochaman yozdi. Yozdami, bahordami? Bahorda 2-oy apreldan ochsam kerak u kanalni. Imomota to'g'risida. Har xil o'yingohlar. Yaqinda Imomotaga yangi havo sharam keldi, yana ketib qolishdi. 5-1. Demak, bugun 5-1 xo'rlanishar ekan. 5-1 ga xo'rlanishadi. Eshitganman. Mbappe hat-trick qildi. Yeni bitta gol urdi. Bellingham endi gol urish kerak. Keyingi o'yin yaqinda o'ynadi-yu, keyingi o'yinni men City bilan qilmayman bu yerda. Keyingi qismini City bilan qilaman. Keyingi qismda endi bilvositalarmi? Albatta bu Juventus bilan qilmoqchiman. Yo'q, Al-Nassr. Ras o'ylandim. Al-Nassr bo'lsin dedim. Ronaldo bir o'zining eski jamoasiga qarshi o'ynasin-chi. Nima bo'lar ekan? Yutkazadimi eski jamoasiga yo gol uradimi eski jamoasiga o'zini? Baribir. Keyin Miami bilan hozir bu 3-chi qism bo'lsa, undan keyin 4-5 finalda Miami bilan Al-Nassr qilaman. Mbappe. Vuy. Tamam gitti. Garcios, Christensen. Ash futbolchini hech tanimadim-da, kim taniydi? Ona qayerligistu Fransiyadagi Christensen. Bu ana yana bitta gol. Yana bitta. Çocuklara gol kirip gider. Aytdim. Mbappe. Onda oynarsan bu borni gol mashinasi bo'lib ketasan o'zingda. Lekin onda o'ynagani yaxshiroq bo'ladi. Sizlarga savol bor bitta. Aytdim. Ronaldo Nazario qaysi terma jamoada o'ynagan oxirgisida? Pelechi yoki Maradona? Kim biladi? Bilganlar kommentda yozib qoldirsin. Gonzalo. Garcia. Gonzalo o'zi ketdi degan. Men bugun Gonzalodan qizil oldirmasam bo'lmaydi, chunki avvalgi o'yinda u tushmadi, shuning uchun uni alaman. Garcia hozir pas beradi, ularga tushadi, shunda men Gonzaloga. Garcia. Eder. Kylian Mbappe. Uy, ana. Mbappe. İkinci hat-trick bo'ldi Mbappe'dan. Rostdan mashinasi 8 bo'ldi. Lekin 8 o'g'ir bo'lib qolsa, yomon zo'r ish bo'ladi. Garcia biz varatgancha
3, 4, 5, 6, 7 o'rinda. Vinicius ham yaxshi o'ynadi. Garcia lekin. Garcia suzyapti-da hozir. Mbappe bilan birga. Let's start a revolution. Hammaga Stand up all hayır. together now.